12 yoshimdan boshlab dasturlash sohasiga qiziqqanman. Har xil tanlovlarda qatnashganman. Shuhrat medali bilan taqdirlanganman. Dasturlashni o'rganishimga ham sabab o'zi, masalan, birinchi marta maktabdan chiqib internet kafega borib ko'rganman. Har xil veb-saytlar bor. Birinchi menga kelgan savol nima bo'lgan? Bu veb-saytlar qanaqa qilib yaratilgan deb. Shundan keyin qiziqishim boshlangan. Bitta ishga fokusni chuqurroq qaratib shug'ullanish deb hisoblayman. Qashqadaryoda eng katta muammolardan biri kadr masalasi. Yemak degan startap qilish g'oyasi paydo bo'lgan menda. Qarshida ham boshlash uchun o'zim harakat qilganman. Dasturlash o'zi tashqaridan qaraganda bitta narsa, bir xil kod yozadi. Ularni siz quvib yetolmaysiz. Dasturchilarning ham darajalari bor. Junior, middle, senior deydi. Dasturlashni o'rganish uchun birinchi muhim narsalardan biri bu sabr qila olishni bilish kerak. Sabr qila olmasa, o'rniga boshqa soha tanlagani yaxshi. Platformalar bor, tayyor, Upwork deydi, Fiverr deydi, shunga o'xshash platformalar bor. Ish topish mumkin. Masofadan bajarib, pulni olishingiz mumkin bo'lgan narsa. $100 ishlaydigan bo'lsangiz, bittagina ingliz tilini bilishingiz orqali bu oyligingiz $1000 kamida 10 barobarga o'sishi mumkin. Sun'iy intellektlar ham yaxshi maqsadda foydalansa, bu bizga faqat foyda beradi.